Farg'ona vodiysi dunyoda Yaponiyadan keyin eng aholi zich hudud. Bu yerda har bir qarich maydonning o'z o'rni va qadri bor. Yer tanqisligi uchun endi aholi hatto yer osti zax suvlari oqadigan zovurlardan ham foydalanishmoqda. Masalan, Yozyovon tumanida fermerlar o'z hududidagi ochiq zovurlar atrofini yengil sim to'sqich bilan o'rab, suvda o'rdak boqishni yo'lga qo'ydilar. Alijonov Muhammadyor Fayz fermer xo'jaligi zovurlarida 500 bosh o'rdak boqmoqda va shu mahalla yoshlarini ishga taklif etdi. Zovurimiz uzunligi 600 metr hisoblanadi. Mahallamizdagi 7 nafar yoshimiz shu o'zini bandligi ta'minlandi. Mahallamizda 7 nafar yoshi shu yerda o'zini ishi bilan shug'ullanyapti. Doimiy daromadga ega bo'ldi. O'rdakda go'sht tushirmoqlarda. Fermer Davlatjon Mirzakarimov 30-40 kunlik o'rdak jo'jalarini sotib olgan. Ular Pekin zotli o'rdagi. U tez yetiladi, serharakat va baquvvat. 3 oyda 3-3,5 kilogramgacha go'sht beradigan bo'ladi. Qolaversa, bu o'rdaklar yiliga 120 donadan tuxum ham beradi. Bugun Davlatjon Mirzakarimov ish tajribasi boshqa tumanlarda ham qo'llanmoqda.